Sarvarchigim, nimaga unaqa qilyapsan, o'g'lim? Ey! Sarvarchik demayman umuman. Iloji bo'lsa umuman ismimni tilga olmang. Keyin iltimos chiqib keting xonamdan. Qaytib kirmay xonaga chiqing. Sarvar, nima deyapsan, bolam? Bolam demang, anoningiz oldiga keting. Chiqing nomas sizga. Bolam, sekinroq. Sarvar, nimaga baqiryapsan bolam? Qizim, nimalar bo'lyapti o'zi? Nega onangga bunaqa ohangda gapiryapsan? Bujon, bu meni onam emas. Mendan voz kechgan-ku. Ey, Unaqa dema Sarvar. Sarvar. Qizim. Nimalar qilib qo'yding qizim? Nima qilay, oyijon? Meni aybimdami? Menda ham ko'ngil bor-ku. Nima qilay, ikki o't orasida qoldim. Men seni hozir juda ham yaxshi tushunib turibman bolam. Hammasiga o'sha nomard ering sababchi. Agar o'sha nomardlik qilmasdan erkakning ishini qilganda, shu ko'rgilik ham yo'q bo'ladi boshimizda. Yo'q, oyijon. Har doim ayol kishi aybdor bo'ladi bunaqa ishlarda. Axir ayol bir ojiza bo'lsa, doimo bir yilga kerak-ku, oyijon.